Assalomu alaykum kelajak mediklari. Siz bilan o'tgan darsimizda jismning tarkibi modda haqida gaplashgan edik. Bugungi darsimizda ayni o'sha moddaning tarkibi va atom haqida gaplashamiz. Borliq kichik zarrachalardan tashkil topgan. Hech qiziqqanmisiz? Siz bilan bizning tarkibimiz nima? Misol uchun aytamiz, go'sht bizda bor, to'g'rimi? Suyaklar bor va hokazo. Suyakning tarkibi nima? Go'shtning tarkibi nima? degan savolga javobni yoki umumiy qilib aytadigan bo'lsak, borliq nimalardan tashkil topgan degan savolga borliq kichik zarrachalardan tashkil topgan deb javob berishimiz mumkin. Xo'p, buni biz qanday qilib isbotlaymiz? Nima qilsak biz buni sezishimiz, aqliy jihatdan payqashimiz mumkin. Misol uchun aytaylik, stakanda suv bor. Mana stakandagi suv tasavvur qiling. Agar biz bunga olov beradigan bo'lsak, ya'ni biz buni qizdiradigan bo'lsak, shunda biz nimani kuzatamiz? Sekin suvning bug'lanishini ko'rishimiz mumkin. To'g'rimi? Sekin suv bug'lanadi va mana bu bug' dastlab chiqayotgan quyuq bo'ladi, keyin tepaga ko'tarilgan sari bizni ko'zimizga ko'rinmasdan ketadi, to'g'rimi? Umuman ko'rinmasdan ketadi. E'tibor bering, mana bu yerda, mana bu stakanimizda suv bor edi. Biz uni ko'zimiz bilan ko'rib turgan edik. Ya'ni borliqni bo'lagi bo'lmish suv moddasi bor edi. Uni biz qizdirganimizda bug'larni ko'rdik va tepaga chiqqan sari, ya'ni suv bug'lari yana ham bug'langan sari ularni biz ko'zimiz bilan ko'rish darajasidan o'tib ketdi. Ya'ni ko'ra olmasdan qoldik. Nima bo'ldi? Mana shu yerga qanday javob bera olasiz? O'ylangchi, ya'ni suv yo'qolib qoldimi? Suv bor edi, endi qanaqadir olov berganimiz, qizdirganimiz evaziga yo'q bo'lib ketdimi? Albatta bunaqa emas. Agar har qizdirganimizda suv tag tubi bilan mutlaq yo'q bo'lib ketayotganida, hozirga qadar albatta dunyoda suv qolmagan bo'lar edi. Xo'p, unaqa bo'lmasa qanaqa degan sizga haqli savol tug'iladi. Qanaqa degan haqli savol tug'iladi. Agar biz mana shu jarayonda qanaqadir maxsus qurilma yordamida, aytaylik, mana shu maxsus qurilma yordamida biz mana bu chiqayotgan suv molekulalarini, mayli suv molekulalari deb yubordim oldindan, mana shu chiqayotgan suvlarni deb turamiz. Qanaqadir moslama yordamida havoga uchib ketishini saqlaymiz va mana bunaqa moslama yordamida qaytadan yig'ib olamiz. Tushunarlimi? Qaytadan yig'ib olamiz. Xo'p, va mana bu yerda ham albatta bizda bitta idish kerak bo'ladi. Endi bu jarayonda biz mana bu, demak, moslamamizning mana bu qismiga sovutgich o'rnatamiz. Ya'ni issiq suv bug'larini sovutadi. Sovutgandan keyin suv molekulalari, ya'ni suv deb turaylik hozircha, mayli. Suvni mana bu yerga ozgina quyuqlashganini ko'rasiz. Ya'ni ko'rishni boshlaysiz qaytadan. Mana bu orada suv yo'qolib qolgan edi-yu, to'g'rimi? Mana bu orada mana o'chiraman. Suv yo'qolib qolgan edi, to'g'rimi? Birozdan keyin agar biz ularni sovutadigan bo'lsak, yana ularni ko'rishni boshlaymiz. Natijada mana bu yerdan suyuq suv yana qayta yig'iladi. Tushundingizmi? Bu idishga qayta yig'iladi. Biz bundan nima xulosa qilishimiz mumkin deyilsa, biz suvni qizdirgan vaqtimiz u juda kichik zarrachalarga, juda kichik zarrachalarga ajralib ketdi va natijada uni sovutganimizda bu kichik zarrachalar qayta bir joyga to'plandi va yana qaytadan yig'ildi. Demak, suv ham borliqning bir qismi deb qaraydigan bo'lsak, borliq mana bunaqa suvning kichik sharchalaridan, kichik zarrachalaridan tashkil topgan ekan va ular alohida bo'ldi yuqori harorat natijasida va biz bu alohida zarrachasini
ko'z bilan ko'ra olmadik. Yana bir qanchasi mana bunaqa to'plangandan keyin biz uni ko'zimiz bilan ko'ra oldik. Tushundingizmi? Mana shu biz aytayotganimiz suv zarrachasi deyotganimiz kimyo tilida molekula deb ataladi. Mana yozib qo'yaman. Molekula deb ataladi. Tushundingizmi? Mana shu suvni hosil qiluvchi eng kichik zarracha, mana shu kichik zarrachalar suv molekulalari deb ataladi. Bundan qiladigan xulosamiz shuki, barcha moddalar mana bunaqa o'zini molekulalaridan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni mitti-mittichalaridan tashkil topgan bo'ladi. U mitti-mittichalarni biz ko'zimiz bilan, hattoki mikroskop bilan ham ko'ra olmaymiz. Shu qadar kichik. Faqat ular yig'ilib, siz eshitgan bo'lsangiz kerak, gaz holat, suyuq holat, qattiq holat deymiz, to'g'rimi? O'shalar yig'ilsa, gaz, suyuq, qattiq holat bo'lsa, suyuq va qattiqni biz ko'zimiz bilan ko'ra olamiz. Tushundingizmi? Mana bu yerga gaz holatda bo'ldi, biz uni ko'zimiz bilan ko'ra olmadik mana bu qismda. Sovutganimizdan keyin gazni sovutsangiz, albatta qaysi agregat holatga o'tadi? Suyuq holatga o'tadi. To'g'rimi? Suyuq holatga o'tadi. Buni bilsangiz kerak. Ana shu suyuq holatga o'tgandan keyin zarrachalar yana bir-biriga yaqinlashadi. Natijada ko'zimiz ko'rar darajada kattalashadi bular. Ya'ni bittasini o'lchami o'z holiga turadi. Ko'p palasi yig'ilgandan keyin ko'zimiz ko'radi. Bu ko'p palasi trillionlab. Tushunyapsizmi? Yuzlab demayapman, trillionlab. Undan ham katta, biz tasavvur qilmaydigan darajada haddan ziyod ko'p sonli bo'ladi. Ana shundagina biz bularni ko'ra olamiz. Demak, moddani alohida olingan eng kichik zarrachasi nima deb atalar ekan? Molekula. Suv nimadan tashkil topgan ekan? Suv molekulalaridan tashkil topgan ekan. Tushundingizmi? Demak, biz mana bu bir stakan suvni bir stakan sharchalaridan juda kichik, bizni ko'zimizga ko'rinmaydi. Bittasini yoki ikkitasini yoki mayli 100 tasi ham ko'zimizga ko'rinmaydi. Shu darajada kichik sharchalardan tashkil topgan desak bo'ladi. Albatta mana bu yerdagi sharchalarning o'lchami ham haddan ziyod katta chizilgan o'zi aslida. Va mana shu alohida olingan, demak, zarracha nima deb atalar ekan? Suv molekulasi deb atalar ekan. Endi sizga savol beraman. Mana shu suv zarrachalari, ya'ni suv molekulalari orasida mana bu bo'shliqlarda nima bor? Ha? Bo'shliqlarda nima bor? Suv bormi? Yo'q, albatta. Suvni o'zi shu zarrachalardan tashkil topgan bo'lsa, mana bu bo'shliqlarga suv kirib qoladi demak. Ana shu mayda-mayda zarrachalarni o'zi suvni tashkil qiladi. Orasidagi shunchaki bo'shliq, u yerda havo ham yo'q. Tushunarli? Shunchaki bo'shliq, hech narsa yo'q. Savol sizga, mana shu suv molekulalari orasida nima suzib yuradi? Suv suzib yuradimi? Yo'q. Mohiyatan tushunib oldingiz. Mana shu demak, sharchalarni o'zi suv moddasini tashkil qiladi. Orasidagi bo'shliqlar esa shunchaki bo'shliq. Bu yerga suv kirib qoladi deb o'ylamang hech qachon. Shu yerda molekula so'ziga ham albatta ta'rif berib o'tishimiz kerak. Molekula bu moddaning eng kichik zarrachasi bo'lib, uning xossalarini o'zida saqlaydi. Xo'p, ta'rifini tushuntirib beraman. Molekula moddaning eng kichik zarrachasi, ya'ni mana shu suv molekulasi moddaning eng kichik zarrachasi. Ya'ni suvni eng kichik mana shu zarrachalardan yig'sangiz suv hosil bo'ladi. Mana shunaqa zarrachalardan ko'p palasini yig'adigan bo'lsangiz suv hosil bo'ladi. Bundan kichigini yig'sangiz suv hosil bo'lmaydi. Va mana shu molekula moddaning, ya'ni suvning xossalarini o'zida saqlaydi. Xossa deganda nimani tushunishimiz kerak? Oddiy qilib aytsam, suv qanday bo'lsa, mana bularni yig'sangiz xuddi shunaqa suvning xossasini beruvchi modda hosil bo'ladi. Misol aytaylik, spirtni ta'mini bilasiz desam albatta bu xato bo'ladi. Bilmaysiz, lekin dog'ini eshitgan bo'lsangiz kerak. Spirt o'zim ham bilmayman to'g'risi. Ya'ni o'tkirligini bilamiz albatta, ilmiy adabiyotlardan o'qiganmiz. Lekin suvni o'zi toza suv ta'msiz bo'ladi. Misol mana bunaqa zarrachalardan ko'p pala yig'adigan bo'lsangiz, ta'mi suvnikidek bo'ladi, chunki bu suv molekulasi. Hech qachon shirin yoki sho'r yoki achchiq bo'lib qolmaydi. Tushunyapsizmi? Suv rangsizmi? Bunaqalardan yig'sangiz rangsiz modda paydo bo'ladi. Qanaqadir qora, ko'k modda hosil bo'lmaydi. Endi albatta mana bu yerda ko'k ko'rinadi. Hali shu mavzuga to'xtalamiz. Suv o'zi ranglimi, rangsizmi degan narsalarga to'xtalamiz hali. Qaytaraman, demak, molekula moddaning eng kichik zarrachasi bo'lib, uning xossalarini o'zida
saqlaydi. Hali bu haqida, manipula haqida albatta keyingi darslarimizda yana ham batafsilroq to'xtalamiz.